Pul topsam erimdan Alloh barakani olib qo'yadi deb qo'rqaman. Hadicha onamizni eslang. Hadicha onamiz qiyin bo'lganlar. Hadicha onamiz tadbirkor ayol bo'lganlar. Hadicha onamizni qo'llarida juda katta moli dunyo bo'lgan. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Hadicha onamizni oldiga kelganida oddiy ishchi bo'lib kelganlar. U kishini o'sha ish yurituvchisi darajasiga ko'tarilganlar. Hadicha onamiz kuzatib, payg'ambarimizga o'zlarini taklif qilganlar. Yaxshi odam ekan, halol ekan, shu insonga turmushga chiqishga rozi bo'lardim deb o'zlari taklif qilganlar. Lekin shu bilan birgalikda Hadicha onamiz bir umr mana shu tadbirkorlik ichida yashaganlar. Juda ko'p odam qo'llarida ishlagan va ana shunday holatda payg'ambarimizga turmushga chiqdilar. Mana endi savol bering. Nima uchun siz barakali yoki ko'p pul ishlashdan qo'rqasiz? Qayerdan bu qo'rquv? Agar Hadicha onamiz boy ayol bo'lganlari noto'g'ri yoki xatolik bo'lganida edi, men o'ylayman, Yaratganning o'zi ularni birga bo'lishlariga ruxsat bermas edi. Lekin bir narsani unutmang, ayolning pulida baraka bor. Payg'ambarimiz o'sha islom diniga asos solgan bo'lsalarga, dinni tarqatishga Hadicha onamizning pullari juda katta yordam bergan. Odamlarga buni yetkazish uchun, boshqa shaharlar, boshqa mamlakatlarga borish uchun va hokazo Hadicha onamizning pullari bo'lgan. Ana shuni tushuning, ya'ni ayolning pulida baraka bor va ayol pul ko'p ishlasa er kambag'al bo'ladi degani emas. Qachonki biz birgalikda bo'lamiz, biz birgalikda qilamiz, biz oilamiz, mening pulim ham, erimning puli ham ikkalamizni ham o'stirish uchun, oilamizni keng qilish uchun degan tushunchani to'g'ri tushunsangizga qo'rqubingiz ketadi.